Bilaman, kadastrlari tayyor xonadon qidiryapsiz. Eng qiziq joyi. Bilaman, kadastrli xonadon qidiryapsiz. Lekin. Bilaman, kadastrli xonadon qidiryapsiz. Lekin siz ko'rib turgan takliflar yoki narxi qimmat, yoki bo'lmasa kvadrat metri katta. 2 xonali xonadonni eng optimal kvadrat metrida arzon narxga xarid qilmoqchimisiz? Farg'ona shahar hokimiyati ortida bundan arzon taklifni topa olmaysiz. Ibrat Building qurilish kompaniyasi o'z mijozlarini o'ylagan holda optimal narxni taklif qiladi. Eng asosiysi, kadastr hujjatlarimiz tayyor. To'lovni istalgan usulidan foydalanib ushbu xonadonlarni xarid qilishingiz mumkin. Ortimdagi turgan ushbu 14 qavatli novostroykada kadastrlari tayyor xonadonlarimiz bor. Chap tomonimdagizda esa bir oyga qolmasdan kadastrlari tayyor bo'ladi. Bu yerda istalgan qavatdan xonadonlarni xarid qilishingiz mumkin. Endi yana bitta qiziq joyi. Bo'lib to'lashga ham xonadon xarid qilaveraman desangiz, 9-qavatga ko'tarilgan loyihamizda ham qurilishlari jadallik bilan davom etmoqda. Hozir kanalimizda ko'rdim, 9-fevral kuni qo'ygan videomizda aynan shu qurilish bo'layotgan loyihamiz endigina 3-qavatga ko'tarilgan edi. Hozir esa 9-qavatga qarab oldinlamoqda. Aynan hozirgi holatda 8-qavatda kolonnalari quyilmoqda. Ustakalarimiz tinmasdan ishlashmoqda. Ushbu kadastrlari yaqin o'rtada chiqadigan loyihamizda tashqi fasad ishlari deyarli yakunlanib bo'lindi. Ichki koridorlar, podyezdlar hamma yo'qlari yakunlanyapti. Hozir ustakalarimiz kirish qismini to'g'rilashmoqda. Xonadonlarimiz 61, 62 va 65 kvadrat metr tashkil etadi. Hammasi 2 xonali. Eng qiziq joyi, xonadon egalari chirnavoy ishlariga, ya'ni qora ishlarga qiynalishmasligi uchun pollarimiz chashka qilingan, devorlar rodbinlanib tekislangan holatda bo'ladi. Ko'rib turganingizdek binomiz monolit uslubida qurilgan, hamma yo'llari tekis qilingan, devorlarning orasini bo'lish esa gazoblokdan foydalanilgan. Yana bir ushbu loyihani plyusi nimada deysizmi? Hozir ko'plab loyihalarda Farg'ona shahrida gazlashtirishga ruxsat berilmayapti. Ushbu loyihada gazdan muammo yo'q. Hamma qulayliklari bor, kommunikatsiyalar ulangan. Siz o'zingizga moslab remontlarni qilib yashasangiz bo'lgani. Ibrat Building qurilish kompaniyasi taqdim etayotgan ushbu takliflarimizdan foydalanish uchun sotuv ofisiga tashrif buyuring yoki bo'lmasam ekraningizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Manzilni yana bir bor eslatib o'taman. Farg'ona shahar hokimiyati ortida joylashgan 16 qavatli novostroykalarda yonida qurilayotgan ushbu katta loyiha. 1 yildan keyin bu joylar shunaqangi go'zal bo'lib ketadi. Qurilish loyihalari tugallanishi bilan ushbu joyda parkovka, bolalar maydoni va keyingina besedkalar qurilishi rejalashtirilgan. Bizdan uzoqlashmang, Ibrat Building qurilish kompaniyasining yangiliklaridan xabardor bo'lish uchun ularning Instagram sahifasiga obuna bo'ling.